Xo'sh, bugun marketing bo'limi haqida gaplashamiz. Marketing tahlillarini amalga oshirish haqida gaplashamiz. Xo'p. Bundan 2 oy oldingi voqeani eslab olamiz. Big Data darsimiz bo'lganida ko'rsatdim. 2 mingta podpischik bilan 100 ta dini oldik. O'sha paytda umumiy оборотimiz 40 million so'm edi. Va bu holatda 100 ga bo'ldikmi? Voy. Ha? Qachon bo'ldik? Men hozir ko'ryapman. Mana kecha o'tgan bargamda 8 million so'm turdi. 100 ga bo'lmas haqiqatdan. 1 yil oldin 1-avgustda ish boshlaganman. 1 yil oldin 2000 ta bilan boshlaganmiz. Rovna 1 yil u 1 kun o'tdi mana. 1 yil u 1 kun bo'ldi. 100 ga bo'lmas. Postlarimiz agar 1 yilga chochorsa, 69 ta postimiz bo'lgan ekan, 636 ta postga chiqibmiz. Shunaqami? Men bitta sekret aytmoqchiman-da. Kuniga 2 ta post qo'ysanglar, hech kim urishmaydi sizlarni. Konkurentinglar ham urishmaydi, Meta ham, Instagram ham kelib urishmaydi, klientlaringlar ham urishmaydi. Faqat foydaga ishlaydi. Endi shuning orqasidan necha pul оборотga chiqdinglar desiz, B2C da 500 ming оборотga chiqdik. Endi B2G da buni aloqasi yo'q-ku, lekin u yerda ham 5 milliard to'shab oldik. Agar yillik оборот to'shab olsak, 11 milliard оборотga chiqdik. Va u uchun biz mo'jizaviy bir narsalar qilganimiz yo'q. Odatiy bor ishlarni qayta qildik. Birinchi oyga 30 tadan post bilan boshladik. Keyin may oyida oyiga 60 taga chiqib oldik. Hozir iyul oyida oyiga 90 taga menimcha chiqib oldik. Sonni aniq bilmayman, 90 taga zakaz berilgan. Bir oyda 90 ta post chiqaramizmi desak, chiqaramizga kelishganmiz. Bu post ko'p qo'yilishi, odam ko'p follow bo'lishi bizga foydami, foyda emasmi desa foyda. Ba'zilar aytadi, ko'p SMMchilar aytadi, ko'p podpischik nimaga kerak? Undan ko'ra targetga o'sha pulni sarflab qo'ysak, o'sha mijoz keladi-yu deydi. To'g'ri, keladi. Lekin bitta muammosi bor. Nima muammosi bor desa, bir martalik prodaja bo'ladi-da. Bu o'tgan yilliki bo'lsa kerak-a? O'tgan yillikimi? O'tgan yil. Yo'q. O'tgan yillik emas ekan. 2 million tahvil bo'lyapti-ku. Shu yillik ekan. Bu iyulda anaqalarimiz, ko'rsatkichlarimiz ekan. Postlar iyulda 1-iyuldan 25-iyulgacha 60 ta qo'yilgan ekan. Storieslarimiz 29 ming tahvil bo'lgan. Hop. Reelslarimiz 2 million 200 ming tahvil bo'lgan. Bu 2 million 200 ming tahvil bo'lganlarcha base target hisoblanayotgani. Joy o'zi bo'lgan ahvatlarni ko'rsatyapti. Repostlar 21 mingta bo'lgan. O'tgan oydagidan ko'ra kamroq bo'libdi lekin. O'tgan oy ko'proq bo'lgan ekan. Va bu konkurentlarimiz. Biz har hafta konkurentlarimiz bilan solishtiramiz. Biz 60 ta qo'ydik, kimdir 14 ta qo'ydi, kimdir 17 ta qo'ydi. Bizga 5000 ta obuna qo'shildi, kimgadir 50 ta qo'shildi, kimgadir 600 ta qo'shildi. Qilib solishtirib ko'ramiz va tavsiya qilaman solishtirib borishinglarni. Biz oldin Najot ta'lim bilan solishtirardik. O'sha Najot ta'lim bilan solishtirmay qo'yamiz, chunki o'sish darajasi 100 baravarlarga farq qilyapti. Ularda 100 baravar sekin o'sish darajasi bizdan ko'ra bo'lib qoldi. Shuning uchun biz endi kim zo'rroq o'syapti, o'shani qidiryapmiz. Yaqinda Codicamp degani bor edi, o'shani qo'shinglar dedim. Endi u bilan anaqa qilish boshlaymiz va solishtirish boshlaymiz. Ulardan ham bir 3 baravarmi tez ketyapmiz. O'sish darajasi bo'yicha. To'g'ri.
Xo'p. Najot ta'lim 1 yilda 13 mingta подписчик qo'shilgan, bizga 93 ming to'g'risida qo'shilgan, ProWebga 12 mingta qo'shilgan, Codecampga 39 mingta qo'shilgan. Mana Codecampdan 2 barobar oldindek o'sayotgan ekanmiz. Lekin O'zbekiston bo'yicha eng tez o'sayotgani Codecamp deb aytishyapti. Eng tez o'sayotgandan 2 barobar tez o'sayotgan ekanmiz biz. 1 yil uchun. 1 yil uchun. Va mana bu narsa muhim. Mana bu raqam bor-ku. 1.92 nima degani desa, umumiy hamma prosmotrlaringizga nisbatan necha foiz odam sizga reaksiya bildiryapti. Komment qoldiryapti, direktdan yozyapti, nimadir yozyapti, like qo'yyapti, repost qilyapti. Mana Codecamp zo'r ketyapti deyapti. Rostdan ham zo'r qarang, 1.6. Masalan, bu degani 1000 ta odam prosmotr qilsa, 16 ta odam yo komment yozadi, yo direktdan yozadi, yo like bosadi, yo repost qiladi. Faqat o'sha bizda 1.9. 19 ta odam bizda yozadi. Hop, ProWebda 4 ta odam yozadi 1000 tadan, Najot ta'limda 3 ta odam yozadi. Solishtirib boringlar doim konkurentlaringlar bilan. Sayt orqali tanishtirib bo'lsa bo'ladi. Ha? Sayt orqali. Mana yozib qo'yibdi. Ha. Bu pulli bir oyga 10 dollarmikan, 15 dollarmikan, shunaqa atrofida va 4 ta konkurentingizni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. 4 tagacha. Ha. Undan ko'paytirsangiz bo'ladi, yana pul to'lashingiz kerak. 20 dollargacha bo'lgan summada, aniq bilmayman summasini, 18 dollardir, 19 dollardir. Evaziga siz nimalarni ko'ra olasiz desa, har birini postini solishtira olasiz, har birini ahvatini solishtira olasiz, har birini vовлеченность, ya'ni postga nisbatan yozganlik, repost qilganlik, like bosganlik solishtira olasiz, har birini storiesini solishtira olasiz, har birini auditoriyasini solishtira olasiz, kommentariyalarni ko'ra olasiz. Aktualность ham solishtirsa bo'ladi. Siz просто Ya'ni Aktualность bo'ladi, ya'ni necha million odam ko'rgan to'g'ri. ha, o'sha ahvat dotda mana o'sha mana bitta ahvat deb yozib qo'ygan, mana o'sha narsa siz so'rayotganingiz. siz просто account nomini qilib o'zi topib buni anaqa qiladi. 17 dollar ekan. 17 dollar ekan. Ishlatishni tavsiya qilaman, chunki qolib ketyapmizmi, oshib ketyapmizmi, shu ketishda qanchaga oshamiz ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Anaqa beradi bu, yaxshigina dopamin beradi. Shu ketishda buncha bo'lamiz, shu ketishda buncha bo'lamiz, shu ketishda buncha bo'lamiz deb turaverasiz. Motivatsiya beradi. Da. Просто savolim bor. 3 ta reels joylabsizlar oyiga. Ha. Soat nechilar atrofida joylagansizlar. Chunki men ertalab joylasam, mana 60 taga chiqardim-da. Yaxshi effekt bermadi. Faqat kechki paytda yoqdi, to'pga. Biz 11 atrofida joylaymiz 1, kech payt 6-7 talar joylaymiz 2. Ikkita qilasiz. Agar ikkita qilsak, ba'zilarda 3 ta ham qo'yamiz. 3 ta qilsak, uni любой время ham qo'yaveramiz. Ha. 5 ta qilib ko'rdimda, o'tirgan effekt yoqmadi. Yo'q, to'xtab turing. Mana shu joy ключевой joy. 5 ta post qo'ysam kuniga yoki bitta qo'ysam kuniga qaysi biri yaxshi ekanligini qachon bila olayman desa, o'rtacha 60 kundan keyin. Boshida kelganimda 10 ta 12 ta post qo'yilardi. Men aytdim, 10 ta 12 ta qo'ymaymiz, bu yog'iga 30 ta qo'yamiz dedim. Nega degan savol berishdi. Chunki biz algoritmni o'rgatib olishimiz kerak. Mana bunaqa narsada Instagram sizni ikki xil foydalanuvchi deb hisoblaydi. Biznes bo'lsangiz ham. O'zi biznes bor, lichniy bor, ha? Ana nimadir mahsulot ishlab chiqaradigan deb qaraydi sizga yoki tomosha qiladigan deb qaraydi. Endi nimadir ishlab chiqaradiganning o'zini ikkiga bo'lib oladi u. Ishlab chiqaradi, pul to'laydi, ishlab chiqaradi, pul juda kam to'laydi. Bundan foyda yo'q, pul kutma. Undan ko'ra postini, ahvatini yordam ber degan narsa bo'ladi. Siz tasavvur qiling, 10 ta post chiqardingiz va 3000 dollarlik target pul ishlatyapsiz. Hamma postlaringizga target qilib qo'yasiz. Instagram o'rganib qoladi, target qilmasangiz odamlarga ko'rsatmaslikka. Biz Instagramimizdagi deyarli hech qaysi videomizga target yoqmaganmiz. Hech qaysiga, absolutni. Nimaga desa, Instagram o'ylab qolmasin, bizga prosmotr kerak ekan. Prosmotr uchun biz pulga to'lashga tayyor ekanmiz deb o'ylab qolmasin deb yoqmaganmiz. Rostdan shu muammo bo'ladi. Instagramingizga target yoqishni boshlasangiz, postlaringizga. Pul
to'lamasangiz odamlarga ko'rsatmaslikni boshlayveradi. Xo'p, targetga pul ishlatganmisizlar? Qayerdan ishlatgansizlar desa, ads managerlar bo'ladi-yu, reklama yoqadigan. Instagram profiliga qo'yilmaydi, alohida joyda bo'ladi. U Instagram ichida reklama qilib, Facebook ichida reklama ko'rinadi, lekin bundoq bosib siz akkauntingizga o'ta olmaydi odam. Chunki ads manager orqali qo'yilyapti, Instagram orqali qo'yilmayapti. Shuni evaziga nima sodir bo'ladi desa, Instagramingizni video ishlab chiqaradigan bo'lib, prodyuserskiy bu kompaniya deb qaraydi, videolaringizni odamlarga ko'rsatishni boshlaydi. Ads manager orqali qo'ygan reklamali pulingizni pulga ko'rsataverasiz. Xullas, itagoda o'sha mijoz baribir keladi, lekin profilingizdagi axlatlar tushib ketmagan holda keladi. Bo'lmasam, agar bunga target yoqsangiz, bitta postingiz 50 mingta prosmotr, bitta postingiz 3 mingta prosmotr bo'lib qolib ketib qolishi mumkin. Stabil 7 ming, 8 ming, 15 ming, 30 ming degan tushuncha yo'qolib qoladi. Tavsiyam Instagramingizni o'zida turgan postga hech qachon target reklama yoqmang. Xuddi shu rolik zo'r, shuni boshqalar ham ko'rish xohlayapmansa, Ads Managerga qo'yib turib yoqing. Instagram orqali yoqmang. Xo'sh. Postlarni. Postlarda ham nima ko'rinadi mana shu anaqada desa, har bitta postingizda qancha like bo'lgan, namcha qirib, internet orqali shuni olibdi. Qancha prosmotr bo'lgan, qancha axvat bo'lgan, qancha odam like qoldirgan, qancha odam boshqa narsa bo'lgan. Bu boshida mana kelganimizdan oldingi anaqalar bo'lgan. Postlar. Turlari, postlarning turlari, prosmotrlar. Videolarni ko'rsangiz, bir xil videolar bemaqsad qo'yilgan videolar bo'lgan. Ayniqsa tarvuzli post haligacha eslaymiz-da bolalar bilan. Bitta post bor, tarvuz ko'tarib kelib har qayerda tarvuzni qo'yib chiqishadi-da. Prosta tak trendni olib copy qilmanglar. Agar uni o'zingizlar mahsulotingizga bog'lay olmasanglar, o'zingizlar xizmatingizga bog'lay olmasanglar. Prosta tak copy qilib qo'ysanglar trendni, u sizlarni faqat zararingizga ishlaydi. Nimaga desa, men endi harakat qilganman, bu tarvuzni maqsadi nimaligini. To'g'ri, mana yaxshi qilgan, yozda Yustadiy bilan IT sohalarini o'rganing. Mana shu narsani agar qo'ymagan bo'lganida, vaqti mos kelmagan bo'lardi. Yaxshi harakat qilishgan, lekin ketma-ketlikda xato qilishgan. 2400 marta qo'yilgan, 1400 odam birinchi marta, 900 odam ikkinchi marta ko'rgan, 750 ta like, 2 ta сохраненный, 6 ta komment. Yomon bo'lmagan, yaxshi bo'lgan. Men o'sha paytlar aytdim, endi dedim, postlarni qo'yamiz. Bu o'sha bizni kelishimizdan oldin qo'yilayotgan postlarda. Keyin qiziq joyi boshqatdan ishlash o'sha boshlanganda yangi odamlar olmadik. Shu bor ishlab turgan komandani o'zini formirovkasini to'g'riladik, u o'zi tortib ketdi. Ya'ni yomon ishchi degan narsa bo'lmaydi. O'sha ishchini ishlata olmaslik bo'ladi. Endi to'g'ri, o'g'ri muttaham bo'lsa boshqa-yu, lekin yaxshi odam bo'lib turib, ishini eplolmaydi, bu odam hech qachon eplolmaydi deb o'ylamaydi. Ishini eplolmay turgan bo'lsa, prosta noto'g'ri strategiyada ishlayotgan bo'ladi, uni to'g'rilash kerak bo'ladi. Hop, 1700 ta prosmotr botgan bo'lgan. Xonalarimiz qimmat xonalar bo'lgan. Mebel, stol, stullarni sotsak, qimmatga ketadigan bo'lgan. Bilasizlar nimaga? Ishlatilmagan-da. Hech kim o'tirmagan. Yangi turgan bo'lgan. Hozir mebel, stol, stullarimiz arzonroq ketadi. Chunki ishlatilyapti. Xo'sh. Keyin sekin yurg'izishni boshladik. Prosmotrlar o'rtacha 10 ka, 20 ka bo'lib ketish boshladi. Yaxshi uchganlar 200 ka, 700 ka, 1 million, 1 million 900 ham bo'lib ketdi. No o'rtacha 10 mingda ushlab oldik. Hech qaysi videolarga nima deyapti?
target reklama yoqmasdan turib 10 ming 20 bu norma holatga chiqib oldik. Faqat bitta narsa bo'lgan. Bunaqa qilsa yurmasa-chi deyishganda menga. Men aytganman, yurmasligini 60-kun bilib olamiz deganman. Sizlar 60 kun to'xtamasdan har kuni post qo'yasizlar, 60 kundan keyin bilib olamiz yurmasligini. Ungacha to'pa qilaveramiz degan. Ungacha prosmotrga qaramanglar degan. Lekin haqiqatdan 60-kuni qaraganimizda yurgan edi. Ya'ni birdan ko'tarilib qolmaydi, sekin ko'tariladi. Kunma-kun qarayotganingiz uchun sezilmaydi-ku. Lekin 60 kunni do postlarni bitta solishtirsangiz, bitta sezasiz farqini. Ishlayotgan ekan da. Odam yaxshi qo'shilgan bo'ladi. Labbi? Odam ham qo'shilgan bo'ladi, prosmotr ko'tarilgan. 60 kun odam qo'shilgan. Tushundim. 2 mingta bo'lsa, o'sha payt 60 kunda 16 mingtami, 18 mingta edik-ku. Prosmotr bo'lgan avtomatik odam qo'shiladi. Endi shu strategiya qaysi ketma-ketlikda bo'ldi? Shuni eslab olsak. Marketingda har doim 5 ta qadam bor. Mijozlarda sotuvda, mijozlar sotib olish uchun 5 ta qadam bor. Siz har doim shu 5 ta qadam bosib o'tishingiz shart. Juda ko'p ishxonalarda muammo nima bo'ladi? Tanilish uchun post qo'yishadi, sotuv uchun post qo'yishadi, lekin ishonch uchun qilishmaydi. Ishonch uchun post qo'yishmaydi. Masalan, mana misol baklashka ishlab chiqaradigan zavodimiz, tasavvur qilinglar. Tanilish uchun post qanaqa bo'lishi mumkin? Bizda yarim litrli baklashkalar bor. Siz unga suv quyishingiz mumkin. Davomimiz. Lekin aytmayapmizki, что buni sizga 3 kunda yetkazib beramiz. Murojaat qilsangiz, siz bilan oldidan tovarni berib qo'yib, keyin 10 kundan keyin pulini olamiz deb sotuvga hali undamayapmiz. Shunchaki baklashka borligini aytamiz xolos. Baklashka borligini aytamiz, mana bu yerda oldin tovar yetkazib beramiz, tovar yoqsa keyin pul berasiz, davomimiz, sotuvga undaymiz. Ishonchga yo'naltirilgan reklama bo'lsa, post bo'lsa, qanaqa uslubda bo'lishi mumkin shu? Xususiyatlari, afzalligi, toza mahsulotligi. Shuni qanaqa ko'rsatishimiz mumkin? Yo, ozak ketamizmi, nima qilamiz? Zo'r. Odzivlar zo'r ishlaydi. Yana? Barakalla. Zo'r narsa gapirdilar. Odzivlar zo'r, lekin prosmotr bo'lmaydi. Lekin zo'r prosmotr bo'ladigan, ishonchga kiradigan videolar bo'lib, crash testlar. Nima degani u desa? Mana shu baklashka baquvvatligini isbotlashim kerak, masalan. Baquvvatligini isbotlash uchun men mashinani ustidan yurg'iztirib ko'rishim mumkin buni. Mana yorilib ketmaydi. Misol uchun, yengilroq mashina, Matiz'mi bilmayman. Yorilib ketmasa, qopqog'i o'tadi, men qopqog' ishlab chiqaryapman, baquvvat qopqog'i deyishim mumkin. Yorilib ketmasa, mana mashinani ko'tarib deyishim mumkin. Yoki bu yog'i fizika ajoyib ko'rinadigan, suvni to'ldirib turib, yonib turgan olovga ustiga qo'yib qo'yishim mumkin. Qopqog'ini ochib. Erib ketmaydi bu. Suv qaynaydi. Aytishim mumkin-da. Keyin mana olovga mashina qo'yamiz. Baklashka birinchi erib ketarmikan yo suv birinchi qaynayarmikan? Qani nima bo'lar ekan, ko'ramiz. Qo'yamiz, chiq vaqt o'tayotganini ko'rsatamiz. Taxminan 3 sekundda uni o'sha qaynayotganini ko'rsatamiz. Mana qaynab turibdi deb jig qaynab turibdi, tegirib ketmayapti. Mana olib ishlatib ko'rsatish mumkin. Bu crash test, baquvvatligini ko'rsatayotgan narsa. Har xil crash test bo'ladi. Yetkazib berish bo'yicha crash test bo'ladi. Yoki ko'ramiz bunaqa turkumdagi baklashkalarning eng arzoni kimda ekan. Birinchi o'rin bunda, ikkinchi o'rin bunda, uchinchi o'rin bunda. 0-o'rin bizda, eng birinchi bizamiz, masalan. Ana quruvchilar, developerlar shunaqa qilyapti-ku, eng qimmat uylar qaysilar? 5-o'rin bu, 1-o'rin bu agar ko'zingizga tushgan bo'lsa, o'sha narsalarni qilishyapti. Yaxshi savol. Shu savol berishingizni kutyotgandim. Va shuni biz qanday qildik? Haz ko'rsataman. Oldin men oxirigacha gapirib olay. Har doim birinchi auditoriyaga tanilasiz.
keyin ishonchga kirasiz, keyin sotuv qilasiz, keyin undan qayta sotuv, keyin tavsiya qilishlariga undaysiz. Va o'shanga moslab mavzularni yozasiz. Bu jadval haqida keyingi darsda gaplashamiz. Bu jadvalda qaysi oyda, qaysi turkumdagi video qo'yasiz, sarlavhasi nima, qancha odam ko'radi, qancha odam murojaat qiladi, qancha shundan pul kelishi mumkin degan jadvalda keyingi safardagi darsimiz shu jadval haqida bo'ladi va bir soatli, yarim soatli shunga ketadi vaqtimiz. Ko'rsatib beraman bittalab. Hozir bunga kelgungacha nimani yozishimiz kerak o'zi, birinchi qator o'zida shu haqida gaplashamiz. Mana shunaqa qilib oldindan tuz olgan bo'lishingiz kerak. Bu tanilish uchun video. Sal balandroq qila olasizmi? Netflix, Davomindami? Spotify, Free Fire, Microsoft 365, LibreOffice, Midjourney, Adobe Firefly, InVideo, Animoto. Xuddi shunga o'xshagan pulli sun'iy intellektlarni bepul analigini katta ro'yxatini olishni istasanglar, kommentariyada 5 raqamini qoldiring. 100 tadiga kelib o'qinglar deyaptim. Demayapti. Просто так prosmotr bo'lishi uchun mana shunaqa ro'yxatda olish xohlasanglar, kommentariyada 5 raqamni qoldiringlar deyapti. Pulli programmalar bor, bepul programmalar bor. Tufligimni sotib ol demayapti, ingliz tili ol demayapti, kelib o'qi demayapti. Просто biz borligimiz ko'rsatdi. Shunchaki logotip oldida qo'yib turib gapiryapti bo'ldi. Va shunaqa video qancha prosmotr bo'lgan? 1,641 mingta prosmotr bo'lgan. 98% su 8 umuman biz tarbiyalagan odamlar birinchi bizdan ko'rgan bo'lgan. 1,600,000 marta bir первичный ko'rishlar, вторичный ko'rishlar ham 457 mingta. 457 ming marta yana ikkinchi marta ko'rishgan kimlar? Kommentariy yozishguncha video ikkinchi marta aylanib ketavergan. Ha, bo'lishi ham mumkin, to'ppa-to'g'ri. Endi like qaranglar, 42 mingta like. Like qo'yinglar deganmiz ham demaganmiz. 42 mingta like qo'yapti. Kommentariy 27 mingta, сохраненный 33 mingta, repost 56 mingta. O'rtog'ingga jo'natam demaganmiz. Kommentariy yozinglar deganmiz. Kommentariy yozish eng qiyini bo'lgani uchun 27 mingta kommentariy. Indamaganimizda 56 mingta bir-biriga repost qildi. Bu tanilish videosiga misol bo'la oladi. Sizlarda ham har xil shunaqa life hacklar, ma'lumot bir narsalarni berib turib, batafsil olish xohlasang, bosinglar. O'sha kommentariy yozayotgani bu yana prosmotr ko'payishiga sabab bo'ladi. Xo'p. Tanilish uchun. Bu anaqa shekilli, Inha shekilli. Biz Inha universitetiga borganmizda, biz o'quv markazimiz. Sizlar universitetsizlar, sizlar ham IT'sizlar, bizlar ham IT'miz. Sizlarda ham ekran bor ekan. Sizda bir gul bor ekan. Sizlarda ekran bor ekan. Bizda shunaqa o'qitadigan kurs bor. Maylimi, sizni ekraningizga shu narsani qo'yib qo'ysak deganmiz. Ora-orada aylanganda bizlarga ham chiqib turadi. Evaziga bolalaringiz IT'ni o'rganadiganlar, orqada qotganlar bilib qolsa, borib bizda o'rganadi. Sizni o'qishingizda urug'ini ko'taradi, o'rtacha bolalarning standarti ko'tariladi. Nima deysizlar deganmiz. Пожалуйста deyishgan. Tekinga. Va Inxana universitetida, Plexanovada, axborot texnologiyalarida va Mirzo Ulug'bek rayonidagi 30 tacha maktabda hammasiga shunaqa kirganmiz. O'tda bor master klass ham o'tganmiz ana yig'ib 10-11-sinflarga. Qilsanglar bo'ladi, ruxsat hech kim urishmaydi. O'zinglar просто taklif bilan borganingiz shunaqa bo'lganmi yoki vazirlik orqali borganmisiz? Yo'q, vazirlik vaqti aloqasi bo'lmagan. O'zimiz borganmiz. Ikkita bolamiz bor, Akmal bilan Abdulloh degan. Boringlar bolalar, qilib kelinglar shuni deganman, ular borib shunaqa qilib ko'rishgan. Ular qilib bo'lmasligi mumkinligini bilmagan, chunki birinchi marta o'sha sentrda ishlayotgan bo'lgan ular. Birinchi marta kelgan bo'lgan. Boringlar, mana shunaqa qilasizlar, mana shunaqa qilasizlar desam, ha shunaqa qilish kerak ekan deb borib qilib ko'rgan. Agar 5-6 yil ishlagan o'sha sentrda odam bo'lganda qila olmasdi uni. Borsam deydi, p deydi, qila olmaydi, u deydi, отказ qiladi degan mingta baholarni aytardi-da, qilmasdi. Anular shunaqa qilasanlar, ha shunaqa qilar ekan deb qilib ketdi-da. Bunaqa ishlarga shu birinchilarni novichoklarni tashlash kerak. Bu qilib bo'lmasligini bilmaslik kerak ular. Siz oldindan Taklif bilan qo'yilgan. Shunaqa. Endi maktabga kirib borishimiz oson yo'li nima bo'lgan? Hokimiyatga borganda, hokimiyatda rayonov bo'ladi bilsanglar. Yoshlar
ishlari bo'yicha hokim o'rinbosari bo'ladi. O'shan bilan gaplashganmiz-da, Mirzo Ulug'bek tumani bilan. U bo'ldi degan. Nechta maktab bo'lsa hammasiga dostуп qilib beraman degandek, hokim yordamchisi biza bilan o'zi borgan har safar. Unga anaqada rasm kerak. Biz mana bunaqa tadbir o'tkazdik, biz mana bunaqa tadbir o'tkazdik, biz mana bunaqa tadbir har borganimizda rasm oladi, olib ketadi. Rasm kerak. Unga rasm kerak, bizga bolalar kerak. Yo'q, rostdan yaxshi ishlaydi. Hazillashayotganmi yo'q? Haqiqatan ularga rasm kerak. Ustoz mana bu yurishga boshladi o'shanda. Ha. Faqat maktablarga emas, bizning klientlarimiz qayerda bo'ladi? Milliy taomlarga bordim. Tamam. Ikki sochlar uzatib boshladi to'g'rimi? Bolalar qayerda bo'ladi? Masalan, Samarqandda Pentazonga bordik. Bordim, bitta o'zim yurdim. Detskiy 3 ta butikka bordim. Ko'kchalik butiklarga ko'p borar ekan bizning klientlarimiz. Ovqatlanadigan joylar qani? Besh qozonga borib qaqib keldim. Qalaboshga borib qaqib keldim. Ko'kchaliga. Tamam. Komolonga endi xudo xohlasa boraman. Ular bilan voucher almashamiz. Masalan, sen agar 500 so'mdan ko'proq sendan shu qiladigan bo'lsa, ma'lumot markazidan 5% chegirma degan voucher berib qo'yaman senga. Shuni sanasi bilan faqat kassaga qizlar yozib berib menga borsin. Men o'quvchilarim kelib 1 millionlik sendan ovqat yesa yo kartoshka sotsa, 100 ming 200 ming chegirma qilib olsam, qo'yib beraman. Hozircha 12 ta 13 ta biznes rahbarlar bilan kelishdik. Ikkita ishini yondan ochib yuboringlar. Zo'r qilibsiz. Texnikalar ayollarni oladigan majlisda detskiy narsa nima? Uy rozvor Buyumlar. Shunaqa sotadigan do'konga ham bordim. Voucher beradigan, almashadigan bo'ldi. Nima uslub bo'lsa-chi, hammasidan foydalanish kerak, to'xtash kerak emas. Qaysi bir yaxshi ishlashini tutib olsanglar, o'shani davom ettirib ketasizlar. Lekin hammasi har xil ishlaydi. Bitta shu kimdadir yaxshi ishlasa, boshqalar ham shunaqa yaxshi ishlaydi degan ma'noni anglatmaydi. Hop, bayroqlar qo'ydik. Lekin bayroq bor-ku, yomon anaqa ekan, problema narsa ekan. Shamol bo'lsa, yiqilib tushaveradi, yomg'ir yog'sa, kir bo'lib ketadi, yuvish kerak. Necha marta yuvdirdik. Birinchi strelka bilan qiluvdik-da biz. Tegi yumshab ketar ekan. Shamol bo'lsa aylanverar ekan. Yustadini bir bu yoni ko'rsatadi, bir bu yoni ko'rsatadi, bir orqani ko'rsatadi. Tushunmay qolasiz. Strelka bilan qilmaylar, bayroq qilmoqchi bo'lsanglar, optimdan bilaman. Ha? Yo, tegi aylanmayapti. Tegi turibdi. Bayroqni o'zi bundoq aylanib ketyapti turgan joyidan. Tegi joyida turibdi. Ha, strelka 6 ta bayroq bo'lsa, 6 tomonni ko'rsatishni boshlayapti-da. Quest topib ol endi qayerda yustadi. Endi tag'in biz yoniga amtdan kelganda amtda stalbadan zo'r foydalanganmiz. Ichkariga kirishlarga qo'ydik, perikroskaga qo'ydik. Flyer tarqattirdik. Domlarni ham egalladik. Mashinalarni egalladik. Xo'sh, bu Plexanovada master class qildik. O'qituvchilarimiz borib dars o'tish boshlashdi. Mana ham bolalar bordi. Bu maktablar. Maktablarda bo'lyapti va 500 minglik voucherlar berilyapti yutganlarga. Bu 500 minglik voucher o'zi klient kelib sotib olishi bizdan $86 tushadi. Sotib olishga ishlatayotgan pulimizdan ham arzonga tushyapti. Bu borgan maktablarimiz, bu borgan universitetlarimiz, bu borgan turli tadbirlarda qatnashgan joylarimiz. Tadbirlar juda ham effektivniy narsa. Odatda 10 million, 20 million tadbirga pul sarflab stend qilishadi odamlar. Bo'ladi siz ham shunaqa qilsangiz bo'ladi, pulingizz ko'p bo'lsa bo'laveradi. Lekin bizning boshda pulimiz kam edi-yu. 40 million so'm oborotida. 40 million so'm oborotida 300 million oborotga chiqarish uchun $2000 byudjet olganman. Bo'ldi, boshqa pul kerak emas deganman. Endi biz nima qilganmiz? 600 ming so'mga flyer chiqarganmiz. Ko'p flyer chiqadi, 600 ming so'mga, 1 millionga, va ko'p chiqib ketadi. Hamma tadbirlarni qayerda bo'lishini bilib, ITga aloqador eshigini oldiga borib olib, pavkimizni qo'yib olib, har bir kirayotganlarga flyerimiz berganmiz. IT o'qitamiz, ishga yo'naltiramiz. IT o'qitamiz, ishga joylashga yordam beramiz. IT o'qitamiz. Xullas, ichkariga kirib bolalar qarasa, Najot ta'lim tadbir o'tkazyapti. Najot ta'lim o'quvchilariga hammasini qo'lda bizlar flyer. Ishga joylaymiz. Endi bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bilmayman. Lekin ishlaydigan uslub.
to'g'risi pulingiz yo'q paytda nimadir qilishingiz kerakda. Men endi tadbirni ichiga kirib olib, tadbir buzayotganim yo'q. Tadbirga kirayotganlarga beryapman, tadbirdan chiqayotganlarga beryapman. Eshikni tagiga turib, pavk qo'yib olib, flyer beryapmiz. Ichkariga kira olmayapmiz. Kiryapmiz qanaqa? Oddiy tomoshabin sifatida. No, naqa flyer tarqatadigan yoki stendli bo'lib kirmaganmiz, pul to'lamaganimiz uchun. Ko'chada flyer tarqatsangiz, pul to'lash kerak degan joyi yo'q, men eshitmaganman-da. Ko'chani territoriyasida qilganmiz xullas. No, kirib chiqish joyi aniq bitta. 5000 ta odam shu yerdan kiradi. Katta IT kompaniyaga ishga kirish o'rgatamiz. Ishonch bo'yicha video. Sabrxonga Namangan viloyatidan Toshkentga kelib, hozirda Uzinfocom kompaniyasida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelyaptilar. Uzinfocom kompaniyasida hamma xodimlarga zo'r sharoitlar yaratib qo'yishgan. Ko'p qavatli bino, qulay ish joyi, ishdan chalg'ib dam olish uchun PlayStation, stol tennis, chill zone, trenajyorlar va yana boshqa ko'plab sharoitlar yaratib qo'yilgan ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, shunaqa joyga ishga kirishni o'rgatib qo'yamiz. Qahramonimiz maktabda informatika faniga qattiq qiziqib, olimpiadalarda ham qatnashgan ekanlar. Dasturlashga birinchi qiziqishlari o'sha paytda boshlangan ekan. Lekin IT sohasida ishlab ketishlariga ancha vaqt ketgan ekan. Institut bitirgandan keyin yaxshi ish topolmay qiynalgan ekanlar. Shunga magistraturada o'qiyotgan paytlari Rossiyaga ishlashga ketishni o'ylab qo'ygan ekanlar. Lekin oila a'zolari bunga qarshi bo'lishgani uchun dasturlash sohasini ustoz topib chuqurroq o'rganishni boshlabdilar. Oxiri o'zlarining ustida ishlab, Uzinfocom kompaniyasiga ishga kirib, respublika miqyosidagi platformalarni yaratishga qatnashayotgan ekanlar. Abraham akadan dasturlash qayerda o'rgansa bo'ladi deb so'raganimizda, o'zlari ishlab kelayotgan Uzinfocom kompaniyasining qoshida ochilgan Ustadi IT akademiyasini tavsiya qildilar. O'sha kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocom kompaniyasida stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, 1 yil ichida zo'r dasturchi bo'lsanglar bo'ladi. Agar stajirovka davomida o'zingizlarni yaxshi ko'rsatsangiz, Uzinfocom kompaniyasiga ishga olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham kurslarimizda o'qib, shunaqa katta IT kompaniyada ishlamoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar. Hozir bu yerda nima deyapti? Mana ishini topolmayotgan odam mana bu yo'ldan yurdi-da, ish topdi deyapti. Masalan, sizlar ingliz tilini o'qitsanglar, mana odam Westminsterga kirdi. Qanaqa kirganini voqeasini aytib beraman. Ular mana bu ingliz tilini o'rgangan ekanlar, lekin qiynalib ketgan ekanlar, maktabda hech foyda bo'lmagan ekan, keyin mana bunaqa joylarda o'qib, boshlari urilib, oxiri mana kursga kelibdilar. O'sha yerda o'rganib, mana bunaqa Westminsterga balo olib, yiqilaydigan joydan kirib ketib qolibdilar. Mana shunaqa qilib, mana shunaqa bo'libdi degan voqeani ko'p olib chiqishing kerak. Biz bunaqa odamdan 100 ga yaqin olib chiqdik. 100 xil voqea olib chiqdik, har xil odamlar. Xorazmdan kelgan, Buxorodan kelgan, qiynalgan, o'qigan, buqigan, o'zi aytishligiga qiziqqan, puli bo'lgan, puli bo'lmagan har xil voqeasini olib chiqib bu yoqqa chiqarib va bu mana ham aytishlik bo'lishi mumkin ekan, shu yerga kelsam degan ishonch paydo qildi. Biz aytmayapmiz, что 100 tadi biza tayyorlab oldik shuni demayapmiz. Uni siz tayyorlagan bo'lishingiz ham shart emas. Shu odam ingliz tilini o'rganib, mana bu yoqqa kirdi desangiz bo'ladi. O'zingizga bo'lsa eng zo'ri. Yo'q paytida siz tayyorlamagan odamni ham aytsangiz ham bo'laveradi. Mana bu odam qanaqa qilib Harvardga kirib ketganini bilasizlarmi? U bunaqa tayyorlanib ingliz tilidan 8 IELTS olgan. Endi 8 IELTS olish qattiq o'rgangan bo'lsa, mana shu yerda o'rgansa bo'ladi. Hozir reklamalarning yangi uslubi chiqdi agar ko'rgan bo'lsanglar. Oldin ruslar qotdi, hozir o'zbeklar ham qo'yapti. Agar parashyutdan yo'q, agar samolyot avariya bo'lib tushib ketib qolsa, ko'pchilik suvga tushsa, eng xavfsiz deb o'ylashadi. Aslida siz tepadan pastga tushayotganingizda 200 km/soatga tushasiz va suvga tushsangiz xuddi betonga tushgandek bo'lasiz. Undan ko'ra mana misol uchun mana bu o'quv markaziga tushib, mana bu ingliz tilini mana shu yerda o'qiganingiz yaxshiroq deb tugatyapti-da hozir. Va hozir shu anaqaga o'tib ketib qoldi, virusniga o'tib ketib qoldi. Kinolarni ham olib shunaqa burib yuborishyapti. Hozir ushab, savolim skriptini kim yozadi? Kim yozadi? Boshida men yozganman. Ssenariysini men yozganman. Shablon berib turib, shunga o'xshab yozadi. 2 hafta o'zim yozganman, tayyorlab berganman. Keyin 2 haftadan keyin bolalar o'sha shablon bo'yicha olib ketgan. Yana bitta savol. Bitta messajda ushab turib, o'shini har xil talqinni berish effektivni so'raganda. Shunaqa. Chunki yana Tomsonni ham maktabga naqalar, Tomsonni o'z kursida ham o'qigan. Ular hozir ahamiyat bersam, shu farzandingiz yaxshi o'qitadigan bo'lsangiz, geliga beradi degan narsani atrofida ko'ngil aylantiradi. Shu munosabatda obro' ustida va pul ustida tirishadi. To'g'ri qilishyapti.
Va mana shu birovni voqeasini aytib berganimizda, targetga pul ishlatmaganimizda ham ahvat 21 mingta bo'lish boshladi. Hech qanaqa targetga pul ishlatmayapmiz, hech qanaqangi boydagi faqat foydali video emas. Birovni voqeasini aytib berganimizda ham 500 ta like, 200 ta kommentariy, 112 ta сохраненный, 700 ta repost, odamlar bir-biriga repost qilish boshladi va ishlash boshladi. Birinchi kiberxavfsizlik kursida o'qiysiz, pulini esa ishga kirgandan keyin to'laysiz. 100 taji kurslarda o'qishni boshlaylar. Jarayonni o'zida Uzifa.comda stajirovka qilib, real proyektlar bilan ishlaysizlar. Kursdan keyin ishga ham joylab qo'yamiz. Bepul sinov darsiga yozilish uchun ma'lumotlarni qoldiringlar. Primoy sotuv bu. Bu ham 41 mingta prosmotr, 2 mingta kommentariy, 1200 ta repost, odamlar bir-biriga jo'natish boshlagan. Xo'p. Bepul o'qiyapsiz ustoz rost. Birinchi dars. Yo, bepul o'qish demayapti. Ishga joylab. Ishga joylagandan keyin pulni berasiz. Ha. Birinchi kiberxavfsizlik kursida o'qiysiz, pulini esa ishga kirgandan keyin to'laysiz. 100 taji kurs Bepul o'qitamiz demayapti. Pulli. Pulini xos to'lamaydi. Ha. Masalan, 1 yil o'qisa, 1 yil pul to'lamaydi. 15-oydan boshlab pul to'laydi, oyma-oy. Bo'lib to'lash hisobda bo'ladimi? Ha. Xitoy tili kursidan 850 ming so'm. 1 yil to'lamaysan lekin Sizda bo'lmaydi. Ha, yozib beraman. Nimaga? Bunaqa tashkilot bor. Belgiya uzdiga. Bu davlat tashkiloti, davlat pul ajratgan. Aynan yoshlarni IT'da o'qishini rivojlantirish uchun pul ajratgan. Bitta bolaga 30 million so'mgacha bo'lgan pulni to'lab beradi. Masalan, kursimiz nima? Yo'q, g'irt subsidiya emas lekin. Subsidiya bilan rassrochkani o'rtasi. Nimaga unaqa deyotganimni tushuntiraman. Misol uchun rassrochka qilsangiz uzun marketdan olsangiz, kursingiz 24 million bo'lsa, 24 million sizga to'lab beradi-da, keyingi oydan siz uch to'lash boshlashingiz kerak-ku. O'qishingiz 1 yil bo'lsa, umumiy boshlaganingizdan 1,5 yilda yopib olishingiz kerak umumiy vaqtda. Bu qanaqa? 24 million bo'lsa, u sizga birinchi oyda to'lab beradi uchinchi sentrga. 1 yil o'qiysiz, 2 oy ish topishingizga vaqt beradi. 12 oy o'tdi, 14 oy o'tdi. Keyin 15-oydan boshlab 2,5 million so'mdan boshlab har oy to'lash boshlaysiz. 1 yillik 18% ustama haqi bilan, короче, 24 millionlik narsani sizga aytadi, 26 millionga senga olib beraman, olasanmi deydi shartnomasida. Ha, olaman desangiz, o'qishingizni bitirasiz, 2 oy vaqt o'tadi. Undan keyin o'sha 26 millionni 10 ga, 16 ga, 18 ga bo'lib to'lasangiz bo'laveradi. Ha. Ana uzun marketnikidan ko'ra bir 4-5 barobar arzonda. Uzun market rassrochkasidan ko'ra. Ha. Lekin g'irt o'zini pulini qilmaydi. 24 millionning narsa 26 millionga tushadi. No, zato 15-siz уже foydalanish boshladingiz, o'rganib bo'ldingiz, 15-oydan keyin oyma-oy to'laysiz. Bittada 26 million emas. Faqat bu tashkilotda, men boshqalarda borligini bilmayman. Ha. Ha. Qaysi tashkilot orqali bir-biriga bildirsa bo'ladi. Bizning aytishni aytganligi uchun Qayerdan topib borsam bo'ladi deb so'ramoqchimisiz? 100 tadek 3-etajmizda-yu. Bu 6-etajda o'tiradi. Ha. Borasiz, taqalatib kirasiz. Kilo marojniy olib borasiz, ishingiz tez bitadi. Lekin aniq bilmayman qanaqa bitadi, nima bitadi. Hazillashib o'tiraman, lekin o'sha yerda bizada. Yo bizning tepamizda 6-etajda, yo yonimizda binoda 6-etajda. Qaysidir 6-etajda. Ha. Raqamli texnologiyalar vazirligini ichidagi bitta bo'limni shu tashkilotda vetkasida. Xo'p, qayta sotuv. Mana shu qayta sotuvdagi normativlar bizani rosa himoya qiladi. O'qishni bitirsangiz, normativlaringizni bajarib bitirsangiz, ishga joylashga yordam beramiz deymizda. Yaqinda bitta ota-ona keldilar. Kim? Qaysi biri? Jo'lonmidi? Ha, bo'ldi. Ahroq xo'jami direktor? Qani o'sha?
deb bitta ota-ona keldi. O'g'li, ota-ona. Men koridorda edim, kelinglar, ko'rishdim, salomlashdim. Ko'rkunma oldin o'tgan voqea. Xizmat labbay. Bizga zo'r va'dalar beruvdinglar, ishga topishga yordam beraman degdinglar, o'sha bo'yicha keldik. Zo'r va'damizni turamiz, yuring. Xonaga kiramiz. Xonaga kirdik. Suv, choy, kofe nima ichasizlar? Suv ichamiz, suv beramiz, o'tirishdi. Va birinchi ishim nima mani? Eshitish. O'tiringlar dedikda, o'tirdik. Eshitdim. Bir 7-8 minut eshitdim. Rosa gapirishdi. Gapirishdi. Mana bolam o'qidi, front-end tugatdi, bunaqa qildi, ishga joylayman degandinglar, u buydi. Ashi gapiryaptilar. Eshityapman. Ha, to'g'ri aytasiz. Ha, to'g'ri. Ha, shunaqa bo'lgan. Ha, shunaqa bo'lgan. To'g'ri. Ha, to'g'ri. Oxirigacha eshitdim. Gap tugadi. Adalarda ham, oylarda ham gap tugadi. Keyingi ishim nima? Rahmat kelganinglar uchun. Zo'r bo'pti kelganinglar. Juda ham xursandman kelganinglardan. Qo'shilaman ularga. Qani Doniyor, kompyuter ochamiz. Doniyor kompyuter ochadi. O'g'ilchani ism familiyalari kim edi? Palonchi, pistonchi. Puf. Ochsak bizada mana bu jadval turadi-yu. U bitirib ketgan bo'lsa ham, bu jadval biz o'chira olmaymiz-da. Palonchi, pistonchi turadi-da. Vazifani bajarganlik foizlari turadi. Shuni qarasak, vazifamizni 120 ta vazifa, 110 ta vazifa bo'lsa, 62 tasini bajargan ekanlar-da. Qolganlari pustoy turgan ekan. Keyin biz so'radik palonchi akadan. Qani palonchi yigit, mana shunaqa vazifalaringiz bor edi, bilarmidingiz? Ha. 110 ta vazifangiz bor ekan, ha. Shuni 60 tasini bajaribsa, ha. Qolganini qachon topshirib berasiz? Bola muzladi. Ota-ona ham muzladi. Birpas kutdim men. 20 sekund kutdim, hamma jim turdi, keyin ota-onalarga tushuntirish boshladim. Okajon, ishxonalar ishga olish uchun qo'ygan talablari bor. Shu talablarni bajarib bersa, men o'rtada kafil bo'lib bolani jo'nataman. Bolangiz shu narsani bajarib berishi bilan jo'natmoqchiman, lekin hech ham bajarmayapti. Qani ba'zidan olamiz deb ism familiyani oldimda, Notion'dagi bazamizga qaradik. Katta ehtimol dedim, bu odam aloqaga chiqmayotganlar safida dedik. Bizda anaqa bor. Kolumna qilib 35 tasi bitirgan bo'lsa ham bajaryapti, vazifasini 18 tasi bajarib kirib bo'ldi. Tam 45 tasi biz bilan bog'lanish xohlamayapti. Xohlamayotganlarni kolonnasi bor-da, uni ichiga kirdim. Ism familiyasini yozsam, o'sha bog'lanish xohlamayotganlarning ichida turibdi. Telefon raqamini ichiga kirdim. Telefon raqamida turibdi. 93 lik palonchi pistonchi nomer. Sizning nomeringiz palonchi deb yozilgan ekan. Shu nomeringizga telefon qilib biz tusha olmayapmiz, boshqa nomer yo'q. Siz bizga aloqaga chiqmagansiz. Shu nomeringiz hozir bormi deb so'radim boladan. Uni davni almashtirib o'rganman-ku dedi. Nima aytib qo'ymagansiz bizga davni? Biz bolani olmayapmiz sizga. Amitda adezlar, oyizlar xavotir olyaptilar. Nimaga bir bog'lanib, men nomerimni almashtirganman va ishga joylayman dedinglar. Qachon bo'ladi, nima bo'ladi, nimaga aytmayapsiz dedim. Oylari bolani ushadilar-da. Nega shunaqa qilgansan dedilar. Biz dedik, hamma bola uchun qayg'uramiz. Men boshqa kolonnani ochdim. O'qishini bitirgan bo'lsa ham vazifalarini bajarayotganlar bor. Ishga joylanganlar bor. Hammasini siz familiyalari bilan ko'rsataman. Bog'lana olmayotganlarimiz. Mana shu hammasi bog'lana olmaymiz. Ota-onasining nomerini bilmaganimiz uchun, o'zi bor nomerini almashtirgani uchun biz qiynalyapmiz. Agar ular kelishni boshlansalar, mana hozir ushlab oldik, endi bu yog'iga bajartirib turamiz. Kelib berishlarini ta'minlab bera olasizlarmi dedim. Bizga kelib bersalar bo'ldi. Pul ham olmaymiz. Vazifalarni bajartirib beramiz, mentor berib. Xullas, taxminan 10 minut ichida hamma ayb o'zimizda ekan-u deyishdi-da. Bo'ldi, ertadan keladi, rahmat sizga, baraka toping deb chiqib ketishdi. Agar normativlarimiz bo'lmaganida va agar har bir odamni biz ma'lumotini olib bormaganimizda biz qiynalib qolgan bo'lardik. Bo'lishi mumkin-da. Tizim markazida o'qidim, lekin o'quv markazim rivojlanib ketmadi. Bo'pti deyman. Rivojlanib ketish uchun bajarish kerak bo'lgan vazifalar bor edi. Qani qanchasini bajardingiz deb ochamiz. Turadi, hamma dalillar turadi. Bundoq qarasak,
balki 10%, balki 20% bo'lishi mumkin o'sha odamda-da, endi kim bo'lsa ham. Endi unaqa hali bo'lmagan-u. Jadvalni kim qo'yib ketishga qo'ydilar? O'qituvchimi? Yo'q. Darsini vazifasini tekshiradigan mentor. O'qituvchi darsini o'tadi. Vazifani tekshiradigan boshqa mentor bor. Endi ularning raqamlarini to'g'ri ketishini ta'minlaydigan boshqa o'quv bo'lim xodimi bor bizda. 3 taga bo'lingan. Ha. Shuni marketingga ishlatishimizga ruxsatmi yo'qmi? Yo'q, bo'ladi. Ben prosta hozir siz sport bo'ldi, menejerimiz aytmoqda, ishlatsangiz noto'g'ri auditoriyani o'zi chaqirib olasiz. Bu odamni siz xato qilishingizni poylab qanaqa qilib turadi? Davleniya qilib turadi. Marketing ishlatmaydi deydi, keyin odamga aytaylik deyapman. Marketingni ham ishlatmaydi. Qiziq taklif bor. Bunisi ham bo'laveradi. Chunki ishlatmasanglar ham kelganda agar og'zga ketayotgan bo'lsangiz, baribir so'raydi ular. Lutfi aytsanglar, mana shu vazifalarimizni bajarib bersa, biz mana shunaqa bo'lishini ko'ryapmiz, kutyapmiz, shunaqa bo'lishini kafolat beramiz demanglar. Mana kafolat berishni nozik joyi bor-da. 6 IELTS olishga kafolat beramiz emas-da. 6 IELTS bilim darajasida bo'lishiga kafolat beramiz. Mana shu uslubda gapirsanglar bo'ladi. Uzinfocomdagi ishxonaga ishga kira olish bilim darajasida bo'lishiga kafolat beramiz. Nima uchun o'ylab topdingiz? Progressga kafolat beramiz. Misol uchun normativlarni bajaramiz. Biz ham endi bunaqa jadval emas, bunda boshqacha jadval. Biz ham har oy oxirida o'quvchilarning progressini yozib chiqamiz. И nimadir siz qo'yib bera olamiz shu. Mana islom deganingizda bola bunaqa darajada edi, hozir bunaqa darajada. Rivojlanish bor. Misol uchun yonidagi gruppadagi bolalarni rivojlanishi yaxshiroq. Dars bir xil o'tiradi. Bolangiz dars qilmaydi, o'zingiz dars qildirmaysizda, keyin to'g'ri olsak bo'ladi menimcha sizga. Shunaqa masala ham bo'ldi. O'zi bu narsalarni o'tilganmi, qila oladigan darajada deyshudi, yonidagilar pitichka qilib tashagan u. Mana dedim, ma'mila topshiribdi, sizni o'g'lingiz topshirmabdi. Agar bolangizni quloqini bekitib turib gapirmagan bo'lsa yoki pichirlab har biriga bittalab aytib chiqmagan bo'lsa, demak, hamma qilsa bo'ladigan vazifa o'tilgan deb ko'rsatdim. Haqiqatan bu boshqalar bilan solishtirish ham zo'r ishlaydi. Aytsa bo'ladi. Endi aytsa bo'ladi degani eting deyotganim yo'q. Aytsa men zararini ko'rmaganman. Biz ko'p aytamiz o'zi. Xo'sh, demak bu qayta sotuvlarda ana e'tirozlarni yo'qotishda yordam bo'ladi va normativlarni bajarishda shaxsan biz ham kodini yozdirib turib, minutiga qo'ydirib turib tekshirib turamiz. Ta'riflab berib yozganida o'zi yozyaptimi, boshqa odam yozyaptimi, buni ham ajratib olsak bo'ladi. Odatda mana 5 minutda bajarib ber degan narsamizni 5 minut emas, 2 minut, 2,5 minutda bajarganini keyin videosini joylaydi. Bu nimaga kerak? Biz kafolat bera olishimiz kerak. Bola shu narsani biladi deyishimiz uchun. Agar prosta tak kodini o'zini copy paste qilib yozib qo'ysa, video bo'lmasa, unda kafolat bera olmayman men. Mana 3 minut atrofida o'zi qilib beryapti. Tavsiya uchun har xil tadbirlar tashkillashtirilyapti. Bu o'sha eski bo'lgan voqealardan ta'sir qilgan ekan. O'quvchilar o'zlari proyektlar qilib, 100 studiya uchun sotsa bo'ladigan qilishgan. Birinchi o'rin 5 million pul yutib olgan, ikkinchi o'rin 3 million yutib olgan, uchinchi o'rin 1 million pul yutib olgan komandalar. Xo'sh. Banner. Sekin ichkariga kirib ketyapmiz. Bu banner namuna uchun qilingan 2017-yili. 2017-yili ishlatilgan bannerlar. O'sha payt ingliz tili 6 oyda, 7 oyda, 8 oydalar rasmot deydi. Bir oydaga men aloqam yo'q. Agar kimdir eshitgan bo'lsanglar, qayerdadir 40 kun, 40 kun, unaqa unga men aloqam yo'q, lekin men 7 oy deydi, men aloqam bor. Chunki bu intermitga chiqarib bergungacha bo'lgan. 7 oyda odatda 0 dan yaxshilab shug'ullansa intermitgacha chiqib olsa bo'ladi. No, bir oyda 7 IELTS deganlarga men umuman aloqam yo'q. Ular meni tanishlarim ham emas. Va ko'chada banner ilinsa, bino tepasiga o'quv markazi, uchebniy sentr, o'quv markazi nomi, telefon nomer. Mana shunaqa bannerlar o'sha payt yaxshi ishlagan. Men o'ylashimcha hali ham yaxshi ishlaydi. Ko'p yozib tashlaydi-ku, ona tili, matematika, fizika, kimyo o'qitib o'ramiz, o'qib o'ramiz, lider qo'ramiz, bunisi kerak emas ko'p ma'lumot. Kamroq so'z bo'lish kerak bannerda va kattaroq bo'lish kerak. Shu o'quv markazligini bilsa bo'ldi.
ingliz tilligini bildirish uchun biz ham inglizcha yozib qo'yganmiz, bo'ldi. Shuni o'zi bizga yetgan. Lekin bizga hozir xitoy tilidagi login qilish mumkin emas bo'lganda davlatimiz. Ha, xitoy tilida yozib qo'ying. Yo'q, Xitoyda tarjimonlikka tayyorlaymiz deb yozib qo'ysam bo'ladi. Bu shtenderlar bo'lgan. Men endi keyslarni aytib bermoqchiman. Bunaqa shtender qilmoqchi bo'lsanglar, unda turadi-yu yerda. 1 metrlik. Yaxshi ishlaydi. Ofisingiz yonida bo'lsa, ko'rsatib qo'ysa, faqat kimdir qarab turish kerak unga. Agar qarab turmasa, obodonlashtirishdagilar olib traktoriga otib yuboradi. Pritsep bilan traktor keladimi, sir tashiydigan. O'shanga otib yuborishadi. Yoki yomg'ir yog'ib qolsa, birinchi obodonlashtirishda ishlayotganlar ustiga pana qilib turib o'tirishadi, ovqat yeb olishadi-da, keyin so'yganda sindirib, yoqib, o'shanda iste'mol qilishadi. Bizanki shunaqa qilishgan ishlar. Bundan ko'ra parus nima deysiz? Parus yaxshi, boy faqat aylanuvurish yomon ekanda uni. Strelka qo'ymasdan qilsanglar bo'ladi. Lekin buning vazifasi o'zi strelka o'zi. Mana shu yerda o'quv markazi bor degan. Bu Bodomzor metroda ochilgan uchemiy sentr bo'lgan. Buni ham ishlatganmiz. 63 ta o'quvchisi bo'lgan, 1,5 yildan beri ishlayotgan joy bo'lgan. Mendan so'rashgan, shuni 180 ta qilib bera olasizmi deyishgan. Aytganman, bo'ldi 3 oyda 180 ta qilamiz deganman. 3 oyda 212 ta bo'lganmiz o'shanda. Qilgan ishimiz ichkarida o'quv bo'limida ozgina narsalarni o'zgartirganmiz. Marketingda mana shunga o'xshagan bannerlarni yoniga ko'p terib tashlaganmiz. Mana shu o'quv markazi bor, mana shu o'quv markazi bor. Strelkalar qilib tashlaganmiz. Ko'p gap bo'lmagan, ingliz tili 7 oyda, inglizcha mana shunga o'xshagan narsa bo'lgan. Keyin logotip ustida ozgina bosh qotirganmiz. O'quv markazi zoti iStudy bo'lgan. Va umuman ko'rish qiyin edi. Ana qochilib tagida birinchi etajda sizlar YSKni Bodomzor metroda YSKni do'konni ochuvdinglar bir paytda, adashmasam. O'shani yaskanaman. Tepasida ikkinchi etajda uchemiy sentr bor edi. O'sha uchemiy sentr haqida ketyapti. Ko'p gap gapirilmay ingliz tili 7 oyda deb strelka qo'yganimizda 3 oy o'zida avtomatik odam ko'payib ketib qolgan. Ko'p odam kirish boshlagan. Undan oldin o'tda o'quv markazi borligi bilinmagan. Faqat qidirsa topilgan bo'lgan. 100 tadiga o'xshab. Birinchi liniyada yaxshilik berdi. Shunaqa. Ikkinchi liniya bo'lsa, anaqadan olib kirasiz. Katta ko'chadan olib kelasiz, bir yoki flyer tarqatasiz. Flyer tarqatish anaqa nima edi? Odatiy standart usul qanaqa tarqatiladi? Olinadi, qo'lga beriladi. Biz ikkinchi liniyada bo'lgan o'quv markazimizda qanaqa qilganmiz? O'rizorga borganimizda bir qop paket olganmiz. Salafa. Ruchkali salafa bo'ladi, non solib beradi, guruch solib beradi. Uning ichiga har biriga flyer solib chiqqanmiz. O'sha ko'chalarning atrofidagi mahalladagi do'konlar kichkina. Borganimizda, men palonchi o'quv markaziman, men bitta ochildik, bitta taklif bilan keldim, men paket. Ichida flyerlari bor. Shu paketni sizga tekinga berib ketsam. Siz narsa solsangiz, ichiga solib beraverasiz. Flyer bilan ketsin, iltimos, shunaqa kelishaylik. Do'konlarning 10 tadan 10 tasi rozi bo'ladi. Tugagandan keyin nima bo'la bilasizmi? Flyeringizda nomeringiz bor, telefon qilishadi. Paketing tugadi, qachon olib kelasan? Chunki unga tekin paketda. Va bu ishlaydi. Va mahalladagi odamlar bu narsani oladi, o'sha mahalladagi hammani ichiga kirib kelish boshlaydi. Sarbon hozir universitetda nimasini ko'rib qoldim. Yelpig'ichga o'xshagan. Siz men aloqam yo'q. Yaxshi qilishibdi lekin. Maqtab chiqdi-da, oddiy qiladilar. Hamma metrolarda o'sha yuribdi-da hozir. Bu o'sha yelpig'ichga o'xshagan. Hamma flyer sifatida tarqatyapti. Flyer qilib chiqarishgan, faqat yelpig'ich shaklida chiqarishgan. Boshqa universitetlar ham flyer tarqatyapti-da, faqat bunda yelpib turib tarqatyapti. Boyaga Pepsi'chilar kollej otadi-yu. Shunaqa qilyapti. Meni aloqam yo'q unga. Men kelgunimcha o'sha qilib bo'lishyapti. Xo'p, bu yerda ranglarga e'tibor beramiz. Agar ko'rayotgan bo'lsanglar, ochroq qizil, to'qroq qizil. Nechta rang bitta bannerda? Qora bilan 4 ta. Agar qizilni o'zini och xiraligini bitta rang deb hisoblasak ham, unda 3 ta rang ekan. Flyerda, bannerda 3 ta rangdan oshmagani yaxshi. Ba'zi bannerlar bo'ladi.
odamni ham rasmi bor, sariq belgi bor, qizil belgi bor, ko'k belgi bor, mashinani farasi bor, bir narsalar vashshi bir bilmayman 28 ta rang bor. Bundoq qaraganda haq qarashni bilmaydi odam. Bundoq qaranglar-da bir 3 sekundda o'qib olasizlar. Shunaqa bo'lish kerak. Unaqa 50 ta yozuvli, 28 ta ana rangli unaqa narsa bo'lish kerak emas. Kam rang, kam so'z bo'lish kerak. 5 ta so'z yetadi. Bitta bannerda 5 ta so'z yetadi. Flyeringizda ham maksimum 7 ta so'z. Bu telefon raqamingiz bilan 7 ta so'z. Chem centeringiz oti bilan 7 ta so'z. Chem center telefon raqami qo'ysangiz, yetadigan 5 taga so'zingiz qoldi. O'sha 5 ta so'z qiziqarli bo'lishi kerak. 7 ta. 1, 2, 3, 4 ingliz tili bitta qarashadi 7 oy, 7 oyda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logotip bilan 8 bo'lib ketdi. Lega ishlagan. Mana bunaqa qo'yib qo'yganmiz devoriga o'quv markazi uchun center strelka. Bo'ldi, odamlar kirib ketish boshlagan. Bu bizga pul to'lamagan, reklama emas. Ko'pchilik dizaynni qatdan qilishni bilmayman deyshadi. Telegramda PR Uzub degan gruppa bor. O'sha yerda bir 10 mingta odam yig'ilib olgan. Minglab poligraflar, tipograflar, dizaynerlar ichiga kirib olgan. Men nima qilaman? U yerda odatda menga mana bunaqa flyer yasash kerak, shuni menga kim yasab bera oladi, lichkaga yozib olasizlarmi deb aytaman. Keyin lichkamga dong odamlar kelishib boshlaydi. Ularga tezda beraman. Qaysi birini tezasida men qilib beraman, tezroq srokda arzonroq bo'lsa bo'ldi, o'shani tanlab ketiraman. Mana shu uslubda ishlayman. Qaysi QR kod qilsanglar, Primo gruppasiga qo'shilib qolasizlar. Hozir Telegramda har bitta xabar uchun 100 ta yulduz chiqib qo'yishdi. Bularmi? Zo'r qilishibdi. Qiziq joyi mana shuni asoschisi o'zimiz ishchimiz bo'lganda, o'zim o'rgatganman. Men o'quv markazlari degan guruh ochib olganman. O'shanga o'xshab va shu odam kamida 0 dan olib chiqib ko'tarib oldi. 2016-yilmi, adashmasam. Dizaynerimiz edi o'zimiz. Xo'p, keyin marketolog qidiryapman, SVMchi qidiryapman. Ko'chadagi marketologlar qanaqa ishlashini tushunmoqchiman deganlar bo'lsa, marketologlarni anaqasi bor, gruppasi bor. O'sha yerga kirib ham bizga mana ish qilib beradigan marketolog kerak deb yozsanglar ham sizlarga yozishligi mumkin. Odatda yozishadi. Yo'q, bu shogird emas. Bunga keyin qo'shilganman o'zim. Lekin ichidagilar juda ko'p tanish. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Zo'rlari shular deyotganim yo'q. Prosta shular bor deyapman. Siz bergansiz-ku, ishimni dabdala qilib qo'ydi, endi javob bering desanglar, men javob bera olmayman. Oldindan aytib qo'ying. Yordam beraman degansiz-ku. Bunaqa emas. Xohlasangiz ishlatmasanglar ham bo'laveradi. Marketing o'rganadigan kursni maslahat bera olasizmi? O'zingiz yaxshi Yo'q, bitta deganni bilmayman lekin. Bitta deganni bilmayman. Qaysidan maslahat berasiz? Qo'yib beradi. O'qimoqchilar yo'nalishlarga bog'langan. Masalan, men shaxsiy brendda Asror Iskandarovning darsida 2 marta o'qidim, menga yoqdi. Zo'r o'tdi. Endi shaxsiy brend emas, umumiy content marketing bo'yicha kursda o'qimoqchiman desam, Diyor degan yigit bor. Limon bilan rasmga tushgan. Ko'rganmisizlar? Instagramga kira olasizmi? Familiyasi nima edi? Diyor. Qanaqa? Mirzabayev? Diyor Mirzabayev deb yozib ko'ring. Bu faqat Instagramda telefon marketing. Yo'q, Instagram. Hozir o'shaning uchun bitta deganingizga yo'q, unaqasini bilmayman degandim-da. Qism-qismda. Men Xitoyda o'qib keldim, Xitoyga bo'lib bizga umuman yo'q. Dior, yeni olib tashlang. Diyermidi? Diyer nuqta Mirzaitbayev. Ikkinchisi. Menda bonusim yo'q. Mabodo kimdir o'qimoqchi bo'lsa,
sizlar o'qiganinglardan bonus olmayman, lekin anu chista addushi tavsiya sifatida ishlarini ko'rib chiqdim, o'zi bilan ham gaplashdim, yoqyapti menga ishlari. Buni ham asosiy kuchi boyagi targetingli pulli reklamalardan emasda, postni o'zini yaxshi sifatli qilib, postni o'zidan klient yig'ish. Buni ham yo'nalish shu. Bu reklamani ishlatib, metani boy qilgandan ko'ra, o'sha pulni ssenariyimizga tikib, syomkamizga tikib, o'sha klient usha olsak bo'ladi, jivoyroq bo'ladi deb olib ketyapti. Soqolli yoki? Shu eng qimmat ekan. Bolalarning eng zo'r, eng qimmatini topib kelsam, shuni topib Ha, bo'ldi. Adashmasam shaxsiy brend bilan ishlaydilar. Bularning ishlarini men bilmayman, gaplashmaganman. Yaxshi bo'lsa kerak, maqtashayotgan bo'lsa, men bilmayman to'g'risi. Next. Prezentatsiyaga o'tamiz. O'zi qayta mana shu slaydni ko'rsatyaptimmi? Marketingingizni ham, sotuvingizni ham markazi mana shu so'z. Nima ekan? Og'riq. Bu og'riqqa nima berishimiz kerak? Yechim berishimiz kerak. Agar yechim bersak, shunda ishlaydi. Agar yechim bermasa ishlamaydi. Masalan, ingliz tili og'riqqa yechim bormi? Yo'q. Westminsterga tayyorlab beramiz 1 yilda. Og'riqqa yechim o'zi bor ozgina. Ha, to'g'ri. Lekin o'zi eslab oladi, Westminsterga kirmoqchi edim degan og'riqni. IT kurslari og'riq yo'q, yechim yo'q. ITda ishga joylab qo'yamiz. Og'riqqa yechim bor. Tushunasizlar, qanaqa 11 milliardga chiqib ketamiz biz 1 yilda. Xitoy tili og'riq yo'q, yechim yo'q. Xitoy tilidan 1 yilda tarjimon qilib beraman. Ikkinchi yili jentira olasan. Masalan, bu yechim bor. Sizlarda g'irt o'zi og'riq yechim. Faqat sensorniy integratsiya demaylar-da. Bo'ptimi? Bilib oldinglar, o'zi nima deyishdi, to'g'rimi? Sensomotorika, sensorniy integratsiya. Maqtovman polni hammaga. Bitta ismdoshim bolasida ham shunaqa muammo ekan. Maqtab linklarni beruvdim. Kechqurun yozyapti. Rahmat berganing uchun biz bularga yozilgan ekanmiz, o'chirib qo'yayotgan ekanmiz deb yozyapti. O'chirtlaymi? Qancha kutishadi? Har xil 1 oy, 1 hafta. 1 hafta kutishadi. Demak, yaqin orada yozilgan ekanda. Hayron qoldim. O'chirtimiz kelmayotgan ekan, o'shan poylovimiz deb yozardi. Bizga maqtashdi deb aytdi menga. Instagram oching, Neuralab deb yozing. Neuralab. Hozir yozamiz. Neuro deb yozing, o'zi chiqadi. Ana bu. Ana birinchisi. Oddiy buyumlardan ravon nutq, quvnoq logaritmika. Yanachi funksiya bo'lib ketyapsizlar sizlar. Quvnoq logaritmika. Aytishim qiyin bo'ldi. Logaritmika. Quvnoq logaritmika. Xullas nima u? Funksiya-da bu. Obloshkaga funksiya yozmanglar. Obloshkaga foyda yozinglar. Masalan, bilmayman, xotirani kuchaytiramizmi u, nima u yoki nutqni ravonlashtiramizmi u, nima u? Bo'lsa nima bo'ladi? Yo'q. Shunaqa mashq bo'lsa, qorni to'yadimi yo uyqusi to'yadimi? Xotirasi yaxshilanadimi? His qilsa nima bo'ladi? Tez tushuna olaydimi shunda? Mana shunaqa deb yozinglar. Hozir men foydani tushunib olishim uchunchi nechtadir funksiya sanab tashladinglar-da. Odatiy odam tushunmaydi u narsani. Masalan, tanasini his qiladi desa, Mahmud tanasini his qilsa deydi-da. Masalan, men
tushunmasa ishonch paydo bo'lmaydi. Tushunish kerak. Masalan, siz aytayotganingizni 3 yoshli bola 5 yoshli bolalar tushuna oladigan gapni tushuna oladi deb yozib qo'ysa, masalan, bu o'lchovli foyda ush. Mana shunda biz oddiy smertniy odamlar shunaqa tushunamiz-da biz. Tanasini his qiladi desa biz tushunmaymiz, to'g'risi. Yo'q, sizlarga tushunarli eshitilishi mumkin, bizga eshitilmaydi tushunarli. Tushuncha? Bu zo'r, gap so'z yo'q. Yo'q, o'shanda nima dars desa, men xo'jayinlarga tushuntirib bera olmaganman. Nima dars desa, musiqa bilan bajarishadi, turli qilishadi. Shu bolam qo'li qattargina, qo'li nimaligini tushunyapti deyapti. Shuni deyapman. Ketadi. Senga Xullas, post joylayotganingizda har doim odatiy odamlar, umuman birinchi marta ko'rayotgan odamlar ham tushunadigan holatda bo'lsin. Sarlavhalar shunaqa holatda bo'lsin. Keyingiz. Mana neyrogimnastika deb yozgansizlar-ku. Ichida tushuntiraveringlar. Mana bunaqa qilamiz, neyrogimnastika orqali chiqadi deyaveringlar, lekin neyrogimnastika o'zi nimaga kerak? Nima foydasi bor? Ligini ustiga yozish kerak. O'zingizlar sarlavhalarda ham shunaqa deb yozinglar-da. Miya ishlash uchun yordam beradi. Mana ishlasa zo'r. Hozir mana odatiy smertniy odamlardan so'raymiz. Miyani yarim shari ishlashiga yordam berar ekan neyrogimnastika. Bu foydami, funksiyami? Funksiya. Chunki hali ham tushunmayapmiz. Miyani ikkita yarim shari ishlasa, u tezroq o'qiydimi? Tezroq eslab qoladimi? Tezroq eshitib tushunadimi? Hali bilmayapmiz, hali ajrata olmayapmiz. Bizga o'shanisi kerak. Ikkita miya yarim shar ishlashi ham bizga hali foyda emas. Bizga funksiya u hali. Labish chertga. Savol bor-da. O'ting, biznes. Logaritmika deyilgan paytda men bu so'zni oldin eshitmagan edim. Hozir eshitdim va menda bu so'zga nisbatan qiziqish paydo bo'ldi. Yo bo'lmasam neyro mashqlar degan masalada men eshitdim va qiziqish paydo bo'ldi. So'z borda, misol uchun oldin dunyoni aqllilar boshqarardi va ular to'ylarni o'qishga majbur qilardi, to'ylarga juda qiyin edi. Lekin hozir dunyoni to'ylar boshqarmoqda va ular aqllilarni ular o'zligi tushunishligi uchun juda sodda tilda gapirishga majbur qilishmoqda. Endi aqllilarga qiyin edi. Hamma narsani soddalashtirib ursak, mana shunaqa so'zlarga umuman qiziqish, ularning mohiyati, dunyoqarashimizni kengayishini o'zimiz qorayib ketishiga sabab bo'lmaydi. Yaxshi. To'g'ri aytasiz. Gapingizga qo'shilaman. Uzoq muddatlikda problema bo'ladi, to'g'ri. Uzoq muddatlikda problema bo'ladi. Qisqa muddatlikda biz problemaga uchramasligimiz uchun o'sha musiqali logaritmika degan gapni videoni ichida aytaveraylik. Lekin sarlavhasida tushunish oson bo'lgan, tortib oladigan, foyda turgan bo'lsin. Hozir yutqizmaymiz o'shanda. Bo'lmasa kelajakda yutqizamiz deb, yutamiz deb hozir ham yutqizib qo'yishimiz mumkin-da. Tushunmagan odam po'stga o'tib Ha. To'g'ri aytasiz.
va chizib berishga endi chizib bera qoling. Mana bu sizning mijozlaringiz o'rtoqlar. Mana shu sizdan kelib sotib olishi mumkin bo'lgan, xizmatingizdan foydalanish mumkin bo'lgan mijozlar. Mana bu sizni imенно qidiradiganlar. O'sha logaritmika deb qidirib, mayda, yana sensorni integratsiya deb qidiradiganlar. Lekin mana bu foiz bor. Mana bu foiz bor, 70% bor. Ular u atamani bilmaydi. Agar bularga foydani etsangiz, ular sizga pul to'lashga tayyor. Endi savol. Biz bir baravar rivojlanmoqchimizmi? Bozorda tirik qolmoqchimizmi? Yo 7 baravar rivojlanib o'smoqchimizmi? Qaysi biri bizga kerak? Shuni ushlab olamiz. Mana bu kattani sarlavhasi bilan kirib, videoning ichida aytaveringlar. Buni aytmaylar demayapman. Logaritmika demayapman. Videoning ichida aytaveringlar. Masalan, xotirani kuchaytiramiz deyiladi. Keyin videoning ichida u uchun mana bunaqa ishlar qiladi. Buni otini logaritmika deydi. Siz mana bunaqa qilsangiz xotirasi kuchayadi degan bir narsani aytsangiz bo'laveradi. Lekin mana bu yoqda xotiradan boshlaymiz. Chunki logaritmika degan qidirgan odam ham o'zi shu muammodan kelib chiqib turib shu atamani kechishgan bo'ladi. Va muammoni borligini, u bolasida borligini biladi va uni yechimini ko'rsa, sraz ham o'zi bosadi ichiga. Keyin ichida logaritmika deb ko'rsa, bo'lgan dars ketaveradi. Gap so'z yo'q. Ammo biroqdim fikrlar. O'zi yana bir o'rsanglar, gapiraversanglar, mashq qilsanglar, oddiy taninglarga o'tib ketadi shu. To'g'ri aytasiz. Ustozim borlar, Dildor aka. Yuz deydi, mobilograflik kursini qilaylik. Zo'r kurs bo'ladi. Mana bizda tayyor keys bor. 100 mingta qildik-ku hozir. Xuddi shu Instagramimizda 100 mingta podpischiga chiqdi-yu, Jivoyda, target pul ishlatmasdan. Shuni orqasidan sotib qildik. Shuni qanaqa qilayotganimizni o'rgatadigan kurs qilaylik. O'sha bolalar, mani ko'p shogirdlarim bor, tizim markazchilar. Ularning ishxonasiga kerak, borib qilib bersa, hammasiga ishga oladi. Bir 100 tami, 200 tami bolani o'qitib qo'yaylik, hamma yoqda kerak ular. Deganimda fokusimiz chalg'ib ketadi. Nima qilasiz? IT'damiz yo'q biz, dedilar-da. O'sha payt ha, to'g'ri aytasiz desam, to'xta endi dedilar. Bilyaptilar-da o'sha. Siz hozir nimadir demoqchisiz dedilar. Yo, to'g'ri aytasiz. Baribir kerak-ku bunaqa odamlar davomanda. Ko'p men bilan gaplashgan odam bilib qoladi-da. To'g'ri aytasiz, bo'pti gapir, keyin kutib turadilar. Nima demoqchisan? Qilinglar, lekin yaxshi uslub shu. Yaxshi uslub, hech kimni xafa qilmasdan fikringizni keyin bildiraverasiz. Lekinchi u fikringizni to'g'rilayman deb aytaman deb uni o'zingiz to'g'riligingizni isbotlayman deb xafa qilib qo'yishingiz mumkin-da. O'zimda ham keyslar bo'ladi ko'p. Bilmasdan turib jo'stki gapirib yuboraman, lekin keyin orqasidan yumshatib, anaqa suvashga harakat qilaman keyin. Endi bitta narsa bor. Biz mana shu og'riqni bilib olishimiz kerak. Mijozlarimiz qaysi og'riqi borligini bilib shunga yechim berishimiz kerak. Marketingda o'sha postlarni, o'sha sarlavhalarni, o'sha videolarni qo'yishimiz kerak degan gap bor. Endi savol, shu og'riqni qayerdan bilib olamiz? O'zi kelganda aytadi. Endi kelganda aytish uchun siz savollar berasiz, ha? Savolingiz 2 ta bo'lishi mumkin, 4 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin. Balki undan ko'proq bo'lishi ham mumkin. Shu savolni nima so'rashingiz kerakligini oldindan yozilgan jadvali bo'lsa va shu jadval asosida siz so'rab ketursangiz, u klientlarni bilib olsangiz, osonroqmi? Tasodifiy savol so'raganingizdan ko'ra. Nimadir demoqchingiz-a siz? videolarni ko'rsangiz ko'p rasmlar. Eng baland rasmlarni ko'rganda internet bo'ladi. Bu odamlar qani shu kompyuterga javob berishga vaqt. Da. Kompyuterda yaxshi ko'p savollar bo'ladi. Odamlar ko'p bergan savollarni o'zgartiradi. Endi shu javoblarni yozish uchun bizda bitta jadval bo'lsa-da, birinchi qator mana shu mavzularni yozaman, ikkinchi qator bilan yozaman, uchinchi bilan yozaman, mana shu javoblar, savollar bor ekan. Endi shuni men video qilib chiqsam, odamlarga qiziq tuyuladi.
Shu jadval sizda tayyor bo'lsa-yu, ichini to'ldirsangiz. O'zi bor shunaqa jadval. Marketologlar ishlatadi. Uni nomini nima deyshadi? Kasdev u jarayonni oti. Yo, skript u gaplashish instrumenti. Kasdev o'tkazish uchun savol berish kerak. Savol berganda qaysi jadval asosida beradi? Foyda funksiya jadvali nimani ifodalab yozilgan bo'ladi? Qaysi jadvalni ifodalab o'zi? Qayerdan bildingiz? O'qish, o'tkazmagan ekanman-da. Hatto turibdi deb o'yladim. O'qishni bilaman-da, deysiz deb o'yladim. O'xshamadi. O'tkazdim deb o'yladim. Mijozlar tahlili degan jadval bor, mijozlar portreti degan jadval bor. Shu jadvalni to'ldirsak, qaysi so'zlarni ishlatsak mijozlarga qiziq tuyuladi, bizani eshitishga bo'lgan ularda ishtiyoq paydo bo'ladi, bilib olamiz. Va sizlarga shu jadval platformada joylab qo'yilgan. Mijozlar tahlili, mijoz portreti degan joyda birinchi bo'lib jinsi, yoshi degan ma'lumoti bo'ladi. Jinsi yoshi degan nima degani? LPR jinsi yoshi, LVR jinsi yoshi. Iste'molchi emas. Bola 3 yosh. Bola 3 yosh. 3 yosh bolasi bor, ota-onaga nima so'zni ishlatsangiz, ota-onaga qiziq bo'ladi, bolaga emas. Ota-onasiga qiziq bo'lgan gapni yozishimiz kerak. Bolaga emas. Chunki bolaga marojniy qiziq bo'lishi mumkin. Bolaga qumda o'ynash qiziq bo'lishi mumkin, lekin ota-onaga boshqa narsa qiziq bo'lishi mumkin. Ota-onani jinsi nima, yoshi necha yoshga mo'ljallab bu gapni gapirishimiz kerak, ajrata olishimiz uchun. Ular turmush qurganmi, turmush qurmaganmi? Bolalimi, bolali emasmi? Ma'lumoti oliymi, oliy emasmi? Ha, LPR ga alohida, LVR ga alohida. Turmushi faolmi, passivmi? Har doim ko'chalarda yuradi. Gapingiz ham naq boshlashingiz mumkin-da, faol bo'lsa. Siz ertalabdan kechgacha ishdasiz, bolangiz bog'chaga borib kelyapti, uyda u bilan shug'ullanishga vaqtingiz bo'lmayapti. O'zi 3 yosh, u 3 yoshli bir xil tenglikda ketyaptimi yo 2 yoshlikdami yo 7 yoshligida oshib ketganmi? Shu narsani ajrata olishingiz uchun bizda maxsus testimiz bor. Bir raqamni qoldirsangiz, bir narsa anaqa link jo'natamiz, programma chiqadi, u yerda bossangiz, xullas o'sha bolasiga savollar beradigan harakat qildirib ko'radi, sakrab ko'r, yugurib ko'rdi, o'zi yetib ko'radi. O'shani qilayotgan bo'lsa, necha yoshi, qilmayotgan bo'lsa, necha yoshligini ota-onani o'zi o'lchay olsa va uni orqasida unga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, qanaqa to'g'rilash mumkinligini boshlang'ichini aytib turib, qolganini o'zingizga linkini bog'lab qo'ysangiz, ana tortasiz bo'ladi. Gapni shu yerda faqat siz har kuni ishdasiz deb boshlaysiz. Yoki bunaqa deb boshlaysiz. Siz ertalabdan kechgacha uydasiz deb boshlaysiz. Bo'ldi, men uchun ekan deb o'ylaydi. Unisi ham, bunisi ham. Demak, mavzularni sarlavhalarini shu yerda, shu joydan tortib olamiz. Kimlar bilan ko'proq aloqada bo'ladi? Siz har kuni qaynanangiz bilan ovqat pishirayotganda deb boshlasangiz, qaynanasi borlar eshitadi. Siz har kuni Telegramda uyingizdagi oyingiz bilan gaplashayotganda siz Telegramda oyingiz bilan gaplashadiganlar sizni ko'rish boshlaydi. Har kuni kim bilan ko'proq aloqada bo'ladi? O'sha gap bilan boshlaysiz. Bitta messenjni ularga alohida boshqatdan aytasiz, bularga alohida boshqatdan aytasiz, boshqalarga boshqatdan eshitasiz. Xulq-atvori, odatlari nima? Xitoy tili, xulq-atvori, odati nima? U sayohat qilishni yaxshi ko'radimi? U qanaqadir yangi bilimlarni o'rganishni yaxshi ko'radimi? Xitoycha kinolar ko'rishni yaxshi ko'radimi? Ingliz tilidan Garvardga kirishni xohlayaptimi? Xulq-atvori hammasini buzaman, yoramanmi yo sokinmi? Qaysi turkumdagi mijoz haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, o'sha turkumdagi mijozni gapi bilan boshlaysiz. Va sizni eshitishni boshlashadi ular. Ichki dunyosi, o'ziga bo'lgan munosabatda menni idrok qilish qanaqa? Siz dekretda ketma-ket 3 ta boladan keyin 7 yil uyda o'tirib hech narsani bilmay qoldim deb o'ylayapsizmi? Deb boshlaysiz, bu dekretdagilar sizni eshitadi. Siz Xitoyga borib keldingiz-ku, lekin mana bu yerda nima deydi? Jahon tillarida Xitoyda o'qib turib, Xitoyga borsangiz hech narsani bilmasligingizni bilib keldingizmi? Borsa odatda tushunmaydi-yu. Tog'am o'g'li Xitoy o'qigan, Xitoy tilini o'qiganlar, borganlar hech narsa tushunmaganlar. Kursdoshimga aytganman, bu yerda Xitoy tili o'qirdi. Men tog'am o'g'li bu yerda Xitoy tili o'rganib, borganda hech narsa tushunmagan ekan. Sanda ham shunaqa bo'lishi mumkin deganman, ham borsa u ham hech narsa tushunmaganda. Keyin bilsam, o'sha shevalari qattiq farq qilar ekan-ku ularda ham.
o'sha borib kelgandan keyin meni idroki tushib ketgan bo'lishi mumkin-da o'ziga ishonmay qolgan bo'lishi mumkin. O'shan bilan gap boshlashingiz mumkin. Kimdir Westminsterga kirishi vaqti problema deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir diplomatiyaga kirishi vaqti problema deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir Amerikada $40,000 grant yutib olish problema deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Aslida u problema emas. Ligini ko'rsatib berishingiz kerak. Agar rostdan ham shunaqa produktlar bo'lsa, o'shan bilan boshlashingiz kerak. Qadriyatlari, e'tiqodlari qanaqa? Kattalarni hurmat qiladimi, hurmat qilmaydimi? Faqat pul bo'lsa bo'ldimi yoki oila xotirjamligi kerakmi? Kimni qanaqa kursligiga qarab gapni o'shandan boshlaysizlar. Ko'p pul topmoqchimisiz? Xotirjam yashamoqchimisiz? O'rtalaringizdan oshmoqchimisiz? Zo'ringiz bo'lishini xohlayapsizmi? O'sha gaplar bilan boshlaysiz. Xo'p, hayotdagi maqsadlari, intilishlari nima? Yoshingiz 26 ga chiqdi-yu, hali ham uylanman deysizmi? 31 yoshga chiqdi-yu, hali ham qiz topilmayaptimi? Yo'q, rostdan. Men bundoq qarayman, bolalarga qiz topilmayapti, qizlarga qarayman, ularga bola topilmayapti. Bir-birini topa olmayapsiz, kirmishmaychi. Produkt qilmaysizmi? Yo'q. Ma'lum. O'zi bor-ku Telegramda sovchilar degan kanal. Ha, to'g'ri, tizimlashtirilmagan. Xo'p, hayotdagi maqsadi nima? U Amerikada ishlamoqchimi, Xitoyda ishlamoqchimi, tam Jack Ma bilan ishlamoqchimi, Elon Musk oldiga bormoqchimi, yo anta 3 ta uyi bo'lishini xohlayaptimi? Shu maqsadi bilan boshlayverasiz. 20 yildan keyin sizni 3 ta uyingiz bo'lishini xohlaysizmi deb boshlaysiz, shu 3 ta uyligiga ta'sir qiladi. Farzandingiz 3 yoshdan keyin, 3 yildan keyin mana bunaqa bo'lishini xohlaysizmi? O'shalarga ta'sir qiladi. Siz diplomatiyaga keyingi yilga kirishni xohlaysizmi? Ularga ta'sir qiladi. Nima maqsadlar yozib chiqsanglar, o'sha maqsadlar bilan boshlasangiz, shu maqsadlarni sizni eshitishni boshlaydi. Orzulari, tilaklari. Mana shu orzu tilak bor, ikkiga bo'linadi. Bir, erishishi mumkin bo'lgan narsalar, ikki, shundan quruq qolishi mumkin bo'lgan narsalar. Siz ahdi paymol qilgan anoyiz bor, qiz bor. Agar 3 yilda mashina olmasangiz, adasi boshqaga turmushga berib yuborishi mumkin. Shunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak deb boshlasangiz, o'shanaqalar eshitishni boshlaydi. Bu endi men esda qolish uchun har xil misollar keltiryapman. Nima ularni xayolida bor deb o'ylasangiz, shu savollarni tuzib, kastet qilsangiz, rostdan ham sanda bormi, yo'qmi deb tahlil qilsangiz, o'shanda javob chiqib keladi. Shu javob bilan keyin sizlar reklamada chiqasizlar. Voy, kastet qilamiz deydi-ku, kastet qilamiz degan narsa shu savollardan kelib chiqib kastet qilinadi. Shu savollarda mana orzu tilak ko'zda bir 20 ta narsa yozib qo'yib, qaysi biri ularda bor yo'qligini shu yerdan sirta olasiz. Mana bu eng zo'r triggerlardan biri. Qo'rquv. 10 yildan keyin ham o'zingizni uyingiz bo'lmay, adingizni uyda qilib yashab qolish xohlamaysizmi? deb bolalarga zo'r mesaj bersa bo'ladi. O'smoqchi bo'lgan bolalarga. Muhim uchrashuvga ketyapsiz-ku, poshnangiz tushib qolsa, o'shanaqa poshnangiz tushib qolganda nima qilishni bilmayapsizmi? Life hack qilganda poshnani anaqa qilib tiqib qo'yasizlar, anaqa qilasizlar deb gapirsangiz, o'zi sizlar profillarga qarab o'tib ketadi. Nima qo'rquv bor, hamma narsani ishlatsa bo'ladi. Bolangiz 6 yoshga chiqdi-yu, lekin hali ham gapirmayaptimi? To'liq gapirmayaptimi? Bir narsa qilmayaptimi? U 4 yoshida bo'lgan bolasi ham 6 yoshini o'ylab turib kelgan shu ketishda 6 yoshda bolangiz gapirmaydi deb video qilib qo'ysanglar ham bu ko'raveradi. O'zi 3 yoshli bola bo'lsa ham 6 yoshgacha chiqquncha gapirmay qolishi mumkin ekan. Nima bo'ladi deb bitta ko'radi. Agar u 3 yoshda anaqa qilmayotgan bo'lsa, 4 yoshda anaqa qilmayotgan bo'lsa, 5 yoshda anaqa qilmayotgan bo'lsa deb gapiraversanglar, hamma yoshni qamrab olasizlar. Qo'rquv juda katta triggerda. Orzu tilak yaxshi ishlaydi. Qo'rquv qolgan hammasini ishlataveradi. Ishlamayotgan narsalarni. Chunki bor odamlar, masalan, jannatga tushaylik deb aro ichmaydi, bor odamlar do'zaxga tushib qolmaydi deb aro ichmaydi. U ham zo'r trigger, bu ham zo'r trigger. Unisini ham, bunisini ham ishlatsanglar bo'ladi.